Assalomu alaykum, hurmatli bedana ishqibozlari, bardamroqlar. Charchamang. Mana bugun Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida to'rtta Osiyo bo'yicha Italiya bedanalari sayli bo'lib o'tmoqda. Xudo xolasa shuni sizlar bilan chiroyli qilib obzor chiqishga harakat qilamiz. Videolarni YouTube tarmog'imizga qo'yamiz. Kuzatib boringlar, like bosib, obuna bo'linglar. Boshlab oldik. Boshladik. Sayilga kiraverishda mana shunaqa yopinchiqlar va to'r qovoqlar mana mana qo'l mehnatlari bilan yasalgan to'r qovoqlar, ba'zi mana Italiya makiyonlari uchun yana bir boshdan qanaqadir suv idishlar, yopinchiqlar. Endi ochamizmi? Kuzatishda davom etib turinglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa boshladik. Bedana kimniki? Malari ham sekin aylanib kelamiz. Ketdik. Chiroyli qo'rqoqlar ekan, qo'rqoqlarimiz ham. Sizlardanmi o'zaga? Nech pul deyapsiz buni? 250 ming so'm deyapti. 250 ming, da? 250 ming baho aytishyapti. Qo'qon shahri qayerdan? Qaysi? Ular adres. Qo'qonni qayti? Yo'q, bizga Andijon shahar. Andijon shahri bu, ha? Hammasi Andijon. Andijon. Telefon nomeri. Telefonni 90lik. 90lik 169 169 0655. 0655 raqamlarga telefon qilsalar, Andijon shaharida kimga bo'lsa yetkazib beradi. ham bor, tagini bitta o'ntali. Mana hoppa, mana telefon nomerlari bor ekan. Buyurtma bo'l avvalda xudo xolasa YouTube ijtimoiy tarmoq orqali ko'rishingiz mumkin. Bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakot. Mana bugun Qo'qonda O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston birgalikda mana saylga kelib Qo'qonga sayilni o'tkazyapmiz. Mana shu sayilda juda bedanalarning zo'rlari kelgan. Bu sayilni o'tkazishimizdan maqsad do'stlik ma'nosini nimasini bildiradi. Qozog'iston, Qirg'iziston aka-ukalarimiz bilan inoq bo'lib bir-birimizni diydor ko'rishlik nasib qilyapti. Do'stlik nimasini bildiryapti. Mana shu sayilni organizatorlariga kattadan katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, tanlari sog' bo'lsin, bola chaqalarini rohatini ko'rsin. Mana shu qo'qonlik ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilayman. Tinchlik, xotirjamlik tilayman. Uzoq umr ko'rib, mana shu sayillarni davom ettirib, shular bilan Qo'qonda diydor ko'rishlik hammamizga nasib eylesin. Yaxshi chiqdimi? Bayram bedana ishqibozlari, xushkeslar, mana bugun O'zbekiston Respublikasi Farg'ona vodiysida inshaalloh Farg'ona vodiysida Qo'qonda, ya'ni Qo'qon, ahli Qo'qonda mana bugun sayil, katta sayil, aqlli ishqibozlar yig'ilgan. Butun O'rta Osiyodan, O'zbekistonda hamma viloyatlaridan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelgan aziz mehmonlar, xushkeslar hammalar. Mana bugun juda katta sayil, inshaalloh mana Qo'qondagi haqiqiy ishqibozlar tomonidan uyushtirilgan bu sayil juda ham ajoyib sayil bo'ladi. Haqiqiy sayil bo'ladi, haqqoniy sayil bo'ladi inshaalloh. Hozir biz jurilarda tanladik. Hammamiz mana birgalikda inshaalloh chiroyli bu saylni
haqqoniy qilib o'tkazadigan bo'lsak, hammamizni yuzimiz, hammamizni yutug'imiz. Nimagaki mana juda ko'p sayllar o'tkazib kelyapmiz. Mana Samarqandda mana Qahramon aka hududda juda ajoyib sayl qildi. Men sayldan oldin aytganman, Qahramon aka 100 yilda bir marta bo'ladi. Aka juda chiroyli sayl bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Keyin yilga Xudo xohlasa yana kutib qolamiz. Samarqandda hududda saylni zo'r yana bo'ladi. Qahramon aka Xudo xohlasa. Aka sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamma juri o'zi xohlagan bedalarni qilmasin. Endi bu yerda bo'shatamiz, bu yerda bo'shatamiz. Mana shu yerda 15 ta bedana sig'adi, 15 ta. 15 ta 16 ta bedana sig'adi. Faqat mana hammalar yurib bedanalarni eshitdinglar. Yaxshisini, yaxshi qulon Qahramonga. Hop, ustoz keling. Ana Qahramonga ham oldi Qo'qondan. Ko'pchilik bo'lgani yaxshi, bizga farqi yo'q. Biz barimiz teng insonmiz. Inshaalloh bu Qahramonga ustozlardan bedalarni yaxshi tushunadigan insonlardan. Hozir bu pulni olishdan Alisher va bedalar sizniki. Hozir olishamiz. O'shalarga javoblarni baholab beradi. Kim o şey diyemem aslında. Ya var mı hala şey var? Olmadı mı? Olmadı mı? Yo'q mu? Bo'lsa chaqiringlar hammasini. Agar qaranglar. Eshitdinglar. Agar mabodo mana hozir bu yoqqa bedana ko'payib ketdi. Ajratib chiqaradi. Chiqargandan keyin agar mabodo eshitilmagan bedanalar bo'lsa, yana olib kelib ilinadi. Bilammi? Bu yerda hozir mana bedanalar ko'payib ketdi. Bir qator eshitib chiqaradiganini chiqarib, keyin yana eshitilmagan bedanalar bo'lsa, olib kelib eshitiladi. Nimagaki har bir bedana ishqivozi o'zi uchun meni bedanam zo'r deb olib kelgan. Bu yerda agar hozir ajratgandan keyin haqiqatda mana shu ajratilgan bedanalardan ustun bo'lsa bedanalar olib kelib ilinadi.
Nimagaki hech kim xafa bo'lib, norozi bo'lib ketish kerak emas. Bo'ldimi? Yo'q, hozir mana sayramayapman. Sayra birlar olib kirib olaylik, kelaylar. Mana kimni bedanasi yaxshi bo'lsa, borib chaqirsa, sayrasa eshik olib kirib. Ikkita bo'lsa ham ochilamiz. Vaqtimiz bemalol. Chach. Aytib mana bedan ham yaxshisi degani chaqirsin boraylik. Sayraganimiz to'g'rimi? Qilinglar, hal qilinglar. Nimagaki hozir kun isib ketgandan keyin, kun isib ketgandan keyin bedanalar sayramay qoladi. So'radimi? Ay, bo'lsa olib kelib turing, bor eshitdingizmi? Eshitib, eng pastidan boshlab tepaga qarab chiqinglar. Pastidan boshlab. Qirq to'rt kimniki 44. Bu yerda yana bitta narsa, misol men bu yerda qaysi bedana kimnikiligini bilmayman.